Rais Kaşapov 90'lı yıllardan beri onu küzetip gelem anın işçendegen. Benim için işte çittengine tanış kişi. Bu ay tuğanıgız tugul mu? Yok, tuğan değil, çittengine tanış. Anın işçendegen Tatar halkı için işlegen tırışlıkların görüp bilip gire. Bizim Tomski oblasında yaşaganda ele onu küzetip durup yaşadım. Siz mına bugünkü piket bilen ona tilektaşlık ko'rsatirga chiqdingiz. Tilektaşlık ko'rsatirga chiqdim. Bormisan tilektaşlıkning foydasi? Bardır, kişiler kiler, qaraylar. Narsa deylar? Bar tirileri, şovinistlar da var, otursunlar da. Bar kelib, saç tilektaşlık bildirip ketuvchilar da var. Şatasin. Tirlik kishi var. Siz endi bundan oldin bir chiqqan edingiz oxirisi. Chiqqan. Bu ikkinchisi endi? Bu ikkinchisi. Bu уже suddan so'ng endi. Hali angacha sud bo'lmagan edi. Hozir sud bo'ldi Chalida. Nechik deb beylari bu sudni? Bu 2003 yılda Dugin degan bir kishi plan tuzgan bo'lgan. Nechik Tatar ijtimoiy yuzagini tarqatib o'tirindi. Shu planni bik aybat o'tdilar. 12 yil o'tgach aniq tuzgan planni bik aybat o'tdilar. Chunki buna 7-chisadagina sud bo'ldi. Bizning ijtimoiy yuzakning aktivistlarini 10 ming shtrafga tortdilar. Nek pul yozgancha o'tdilar. 2003 yilda uni itib yozgan, nechik tarqatirgan. Nek pul shulay o'tdilar. Bu anlatib keta olmasizmi onun planini? Onun planı Kaşapov bilen Bayramovni o'tirtirgan, qolganlarini shtraf bilan qilib ketirgan. Hali buna bu Kachapovning sudi oxirgisi bo'lmaycha oxirisi yuqori sudning qarori kerak bo'lacak. Sho'y bitta Ay bu yuqori sudga berildi. Qancha o'ylaysiz yuqori sudda o'ng'ay qaror chiqargan mumkinmi? Yo'q. 99% endi rayonda yutalgan, shu kesh qoldiradi bizning aktivistlarga. Bu 7%. Foydan chiqib ayta olasiz. Bu уже birgina tapqirda gel biz sudlarga tut berayim hozir bir tapqirda o'zgarish bo'lmadi. Hatta Rossiyaning qonunlari yüzde buzila. Buni advokatlar da ko'rsatib turalar. Nechik Rossiyaning qonunlari nechik buzilganin. Bunda zakon bo'yicha tegel беззаконие полный. И birinchi bo'lib zakonni buzuvchilar sudyalar, prokurorlar. Baxtsizlikka qarshi beyin shunday kenga qoldi. Siz buna bu piket bilan narsa aytirga tilaysiz xalqqa? Xalqqa просто ne bulmasınlar, vayımsız bulmasınlar. Çünkü en zor cinayet bu vayımsız bulun. Siz etilgen, korkmağız özünüzün düşmanlarınızdan. Onlar en korkunçu sizni ötürgen mümkün. Korkmağız sizin dostlarınızdan. Onlar sizni satırgan mümkün. Korkmağız vayımsız kişilerden. Çünkü onların vayımsızlığı arkasında bu ciş ardındaki en zor cinayetler işlenirler. Nasıl? Vayımsızlık bizni ötürgen.